qiladi. Biz Agrobank bo'yicha bor produktlarimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tiraman qisqacha. Bizga Agrobankimizga 6 ta mahalla biriktirilgan. 13 ta mahalla bor. 13 ta mahalladan 6 tasi, 7 ta mahalla Nefsi rivojlantirish bankiga biriktirilgan. Bizda kredit yo'nalishlari juda ham ko'p. Bitta yo'nalishimiz yuridik shaxs bilan faoliyat yuritadigan fuqarolarimiz uchun 312-qaror bo'yicha kredit beramiz. Pul ko'chirish yo'li bilan 300 million so'mgacha maksimal summasi 100 million so'mgacha bo'lgan qismi kafilsiz vizalar beriladi kompaniya kafilligida. 200 million so'mga ko'chmas mulk garovga qo'yiladi. Masalan, uymi yoki bo'lmasa qo'shimcha kvartira bo'lsa yoki bo'lmasa noturar bino bo'lsa zalog olamiz 300 million so'mgacha. Keyin jismoniy shaxslarimizga mahalla loyihasi asosida kredit beramiz. Mahalla loyihasi 5 yil muddatga plastikadagi ko'chirib beriladi. O'zini o'zi band qilgan fuqarolarga, masalan, yo'nalish bo'yicha, tikuvchilik bo'yicha band qilish mumkin. Ammo qonuniy xizmat chorvachilikka moslashib, chorvachilik bo'yicha o'zini o'zi band qilsa, 50 million so'mgacha plastikadagi ko'chirib. Ustaxona ochganimizda shu Ustaxonaga bo'lsa xizmat ko'rsatish bo'ladi. Buni hayvonot inspeksiyonlari qanday? Avtomobillarga xizmat ko'rsatadi. Mahallaga xizmat qiladi. Bo'yicha produktlar bor. O'zimizda bor produktlar aytib mahalla agentligi bor. Tushuntirib o'tirdi. Bizda keyin undan tashqari 17 million so'mlik kreditimiz bor. Bu ham o'zini o'zi bankga ishsiz fuqarolarga haftalik asosida beriladi. 4 yil muddatga 6 oygacha imtiyozlar bilan beriladi. Bunda ham plastik kartaga ko'chirib beriladi pul mablag'i. Plastik kartaga olgandan keyin o'sha yo'nalish bo'yicha faoliyat yuritadi. Masalan, xizmat ko'rsatish bo'lsa, siz aytgandek, ustaxonada o'zini faoliyatini yuritayotgan bo'lsa, o'sha ustaxonaga kerakli jihozlarni sotib olish uchun plastik kartasi ko'chirib beradi. Mahalla loyihasida bunagi 7-qaror bo'yicha faqat yilida muddatida farq bor. Yana bitta qulayligi xotin-qizlarimizga 2% pasaytirilgan foizda beriladi. Masalan, mahalla loyihasi 25% dan berilsa, yigitlarimizga, xotin-qizlarimizga 23% dan o'sha kredit mablag'i ajratiladi.